Bizga ko'p ota-onalarni murojaati bolalarim sho'x, aytganga kirmaydi, qaysar, aka-ukalari bilan birga murosa qilolmaydi, e'tibori tarqoq yoki bitta ishni qilolmaydi degan ko'p shunaqa shikoyatlar bilan murojaat qilishadi. Bu shikoyatlarda asosida ko'pincha tarbiya patologiyasi, ya'ni o'sha bola bilan shug'ullanishda tarbiyani to'g'ri berilmaslikda oqibati natijasi turadi. Bularga faqat dori darmonlar bilan bu bolani xarakteri shakllanayotgan bo'ladi, tarbiyasi shakllanayotgan bo'ladi. Dori darmonlar bilan buni mutlaq to'g'irlab bo'lmaydi. To'g'ri, bolani o'sha injiqliklarini, asab sistemasini tinchlantiradigan dorilar, aqliy faoliyatini yaxshilashga, miyani oziqlantirishga qaratilgan dorilar beriladi va shu bilan birga bolani tarbiyasiga e'tibor qaratiladi. Ko'pincha bizda kuzatiladigan ota-onalarda kuzatiladigan xatolarni bir qator aytib o'taman. Ko'pincha ota-onalar farzandlarini bir-biriga solishtiradi. Bu tarbiyada bolani normal shakllanishida bu xato hisoblanadi. Chunki solishtiriladigan bo'lsa, masalan, akasiga solishtiradi yoki ukasiga solishtiradi yoki qo'shnisiga solishtiradi. Ko'pincha aka-ukalarni ham bir-biriga solishtirishadi. Bu mutlaq noto'g'ri hisoblanadi. Chunki bola solishtirilganda, masalan, akang bunaqa, san bunaqasan, ukang bunaqa, san bunaqasan deyilganda, shu bolada akaga yoki ukaga nisbatan negatizm shakllanadi. Bu kelajakda shu aka-ukalarda o'zaro bir-biriga bo'lgan oqibatini, mehr-muhabbatini yaxshi bo'lmasligiga, keyinchalik o'sha aka-ukalar o'rtasida konflikt kelib chiqishiga ham sabab bo'lishi mumkin. Bunaqa qilinmaydi. Xo'p, ko'pincha aka-ukalarda alohida maqtashadi, unaqa qilinmaydi. Bolalar maqtalganda, akasi maqtalganda, ukasi yonida bo'lsa, uni ham qo'shimcha unga ham qanaqadir maqtov so'zlarni aytib ketish kerak bo'ladi. Keyingisi, bolalarda ko'pincha umumiy so'kish yoki umumiy maqtash kuzatiladi. Zo'rsan yoki yaxshimasan, boshqa. Bu ham bolalarda normal xarakter shakllanish uchun, tarbiyasi yaxshi bo'lish uchun noto'g'ri hisoblanadi. Bolalarda masalan nimaga so'kilyapti yoki nimaga bolaga tanbeh berilyapti, aynan tushuntirish kerak. Misol, avvalo bizda ko'p ota-onalarning qiladigan xatosi, bolaga ish buyuradi, boshqa qiladi. Shuni qilolmasa, ota-onaning ko'nglidagi bo'lmasa, shu ishni o'sha to'g'ri bajara olmasa, so'kishadi. Avvalo bu noto'g'ri. Bolaga oldin qiladigan ishini, aytilgan ishni ota-ona birga yurib, o'shani o'rgatish kerak. Men kuzataman, ko'p ota-onalardan so'rayman, bolaga o'rgatmasdan turib o'shani talab qilishadi. Bu mutlaq noto'g'ri. Oldin masalan, shupirish bormi, mayda-chuyda shu yoshiga qarash yoki qanaqadir kundalik uy yumushlari bormi yoki ukasiga qarashmi, qanaqa holat bo'ladigan bo'lsa, shu ishlarni birga ota-ona ko'rsatib berib, keyin aytish kerak. O'shanda ham kamchiliklari chiqadigan bo'lsa, kamchilik ko'ngildagi ota-ona ko'ngilga qilmasa, yana o'rgatib, bolaga rag'bat berib, yaxshi qilyapsan, ancha to'g'ri qilyapsan deb rag'bat berib, sekin-sekin uni shakllantiriladi. Ko'p so'rasam, ota-onalar o'zi o'rgatmasdan turib, o'zi unaqa qiladi, bu ishni yaxshi qilmaydi, u ishni yaxshi qilmaydi deyishadi, lekin shu ishni oldin qilishni o'rgatishmagan. Avvalo o'rgatish kerak shu ishni va shu ishni noto'g'ri o'rgatgandan keyin ham noto'g'ri qilsa, sekin ozgina senga o'rgatdim, shu e'tibor qaratgin deb yengil tanbeh berish mumkin. Va yana bir xilgi bolalarda odatiga ham, bolalarda masalan yolg'on gapirish odati, ba'zi bolalarda pul berish, pul olib qo'yish odati bo'ladi. Qanaqadir shunaqa noto'g'ri odatlar shakllanish paytida ham bolalarni qattiq urib so'kib nima qilishadi. Bunda ham noto'g'ri. Oldin shu ishni noto'g'riligini, pul olib qo'yish, yolg'on gapirish, chaqimchilik qilish noto'g'riligini ma'lum bolani yoshiga qarab turib hikoyalar bilan tushuntirib, bu ishni noto'g'riligini tushuntirib turib, keyin o'shanda ham masalan takrorlaydigan bo'lsa, qachonki gapirib, bola shuni senga aytdim, bu noto'g'ri, 3-4 marta tushuntirdim, lekin tushunmading deb turib bolani tikka turgizib qo'yish mumkin. Tikka turgizib qo'yiladi, chunki bolani so'kib, urib nima qiladigan bo'lsa, yosh bolalarda bu esdan chiqib qoladi. Faqat kalta yeganda nimasi qoladi, kalta yegani esiga tushadi, lekin nimaga kalta yegani esdan chiqib qoladi. Buning natijasida shu so'g'ik munosabat shakllanishi mumkin. Bunday qilinmaydi, o'rgatiladi. Shu o'rgatilganda ham shu ishni takror qilayotgan bo'lsa, masalan yolg'on gapirayotgan yoki chaqimchilik qilayotgan bo'lsa,
o'rgatganingizni ta'kidlab turib, bironta joyga tikka turgizib qo'yish kerak. 5-10 minut tikka turgizib, har 2 minutda bolaga shu yolg'on gapirmaslik kerakligini senga tushuntirganimda ham sen yana menga yolg'on gapiryapsan. Shuning uchun shu yerda qo'lingni ko'tarib tikka turibsan. 2 minutda yana takrorlanadi, 5-6 marta shu takrorlansa, haligi bolani esda qoladi, shu noto'g'riligini tushunishni boshlaydi. Bolaga so'kib, urib, boshqa qilish bu ko'pincha noto'g'ri hisoblanadi. Keyin bizda ota-onalarda so'raydigan bo'lsak, ko'pincha umumiy maqtaydi, zo'r san, aqllisan, boshqasan yoki umumiy so'kadi, bu ham noto'g'ri hisoblanadi. Bolani xarakteridan, qilayotgan ishlaridan ota-ona xursand bo'layotgan bo'lsa, masalan, ukasiga yaxshi qarayapti yoki kundalik yumushlarga qarashyapti yoki qaysidir ishda yaxshi ko'ngilliga qilyapti, shunga ota-ona xursand bo'lyapti. Aynan nima ishiga xursand bo'layotganligini aytib, misol kundalik yumushlariga yaxshi qarashyapsan ekan, shuning uchun shu qilgan ishlaringga seni yaxshi ko'ryapman, maladessan, zo'r, esli bolasan, yaxshi qarashyapsan ekan deb turib, o'sha ishini ta'kidlab turib, o'shanga maqtov aytish kerak. Keyingisi o'sha umumiy so'kiladi. Masalan, bitta ish qilib qo'yadigan bo'lsa, umumiy so'kiladi. Bunda ham noto'g'ri. Masalan, nima ish qilyapti, noto'g'ri qilyapti. Aynan o'sha ishini ta'kidlab turib, shu ishni noto'g'ri qilayotganliging uchun shu sen so'kish eshityapsan yo jazolanyapsan deb ta'kidlash kerak bo'ladi. Keyin yana ko'p o'sha ota-onalarning shikoyatlaridan bittasi, bolam telefonga berilib qolgan, telefon o'ynaydi, boshqa narsalarga qaramaydi deyishadi. Bu ham ko'pincha ota-onalarga bog'liq bo'lgan holat, chunki bola darrov tug'ilgani bilan telefonga nima bo'lib, tug'ilgani bilan telefonga qaram bo'lib qolmaydi. Bu qaram bo'lib qolishiga katta sabab ota-onalarning o'zi. Birinchi o'rinda ota-onalar shu telefonda o'zlari ko'p o'ynayotganligi hisoblanadi, chunki bola atrofdan kuzatadi. Bola tarbiyasi shakllanishida eshitib emas, ko'rib tarbiyasi shakllanadi. Misol, siz telefon o'ynama deyapsiz bolangizga, lekin o'zingiz doim telefon qarab, telefon o'ynayapsiz. Bu bola qiziq deydi. Telefon o'ynama deganingizga emas, siz ko'rsatib berayotganingizga qiziqadi, shu telefon qiziq deb telefonga intiladi, sekin-sekin shunga o'rganib qoladi. Xo'p, buning uchun telefondan chiqarish uchun telefon mayli shunaqa o'rganib qolgan taqdirda ijtimoiy tarmoqlarda o'sha beriladigan bolaga berish mumkin bo'lgan beriladigan telefonda ijtimoiy tarmoqlardagi har xil messenjerlar, masalan Instagram yoki boshqa YouTube bo'lishi mumkin yoki Telegram, shunaqa ijtimoiy tarmoqdagi messenjerlarni internetdan uzgan holatda bolani yoshiga mos multfilmlar yoki hozir ko'payib ketdi, ingliz tilini o'rgatadigan programmalar, qo'shish, ayrishni o'rgatadigan programmalar bor telefonda ma'lum vaqt cheklab berish kerak. Har xil multfilm narsalarni ko'rib tursa, men ishimni qilib olaman deb turib berib qo'yilyapti. Bu ham bolani ruhiyatiga, bolani layoqatli bir qaysidir ishlarga layoqatli bo'lib tarbiyalanishiga to'sqinlik qilyapti. Chunki ko'p mana ijtimoiy tarmoqlardagi reelslar, bu qisqa reels bo'lganligi uchun bolani keyinchalik haligi toqat qilib qilinadigan mehnatlarga layoqatini tushirib yuboradi. E'tibori doim tarqoq bo'lib qoladi. Qisqa muddatda uni haligi ishchanlik layoqati tushib ketadi. Reelslar qisqa o'tadi, u miyani shunaqa shakllantirib qo'yadi. Toqat qilinadigan, bitta mehnat qilinadigan ishlarga, mehnatga layoqatini, toqatini tushirib yuboradi bolalarda. Xo'p, shu telefon bo'yicha Hindistonda o'tkazilgan tajribani ozgina aytib beraman. Hindistonda o'sha 50 ta yosh bolalarga telefon berilgan. Telefonning ichida faqat foydali, masalan, qo'shiq aytishni o'rgatadigan yoshiga mos hikoyalar, keyin ingliz tilini o'rgatadigan aytaq foydali programmalar bor telefon berilgan. Yana 50 ta bolaga unaqa programmalar yo'q. O'sha ijtimoiy tarmoqlar, YouTube'ga o'xshagan yoki o'sha Instagramga o'xshagan boshqa shunaqa ijtimoiy tarmoqlar, internetga ulangan programmasi bor telefonlarni berilgan. Va ma'lum muddatdan keyin bu bolalar kuzatilganda, haligi 50 ta bolada shu ingliz tiliga layoqati, qo'shiq ayrishga layoqati telefonda ko'rib ancha o'sgan, aqlli bo'lgan bolalar. Bu bolalar bo'lsa, umuman layoqasiz, dangasa, bitta ishda ushlasa oxirigacha yetib bormaydigan xarakter shakllanib qolgan shu tajriba o'tkazilganda. Shulardan e'tiborga olgan holatda bunga ahamiyat berish kerak. Avvalo
ota-onalar iloji boricha bolalarni oldida telefon emas, kitob yoki boshqa bir foydali mashg'ulotlar bilan shug'ullansa, shularni ko'rib, shuni kitobni ko'rsa, kitob qiziq deb o'ylaydi va shunga mehri muhabbati oshadi. Shunga harakat qilishimiz kerak avvalo o'zimiz. Yana ko'p yosh bolalarda bo'ladigan holat, ko'p shikoyat qilinadigan holat, bolalarimni mehnatga layoqati yo'q, qanaqadir bir ishlarda aytsam qilmaydi deyishadi. Buni ham bola yoshligidan o'yin shaklida shakllantirish kerak. Misol uchun bola 2-3 yosh yurishni boshladi, sal aqlini tanishni boshlayapti. Shu yoshda o'zidan, aqlini tanishayotgan yoshda o'zidan misol bitta uyga motorolda qum to'kib qo'yib turib, sizga kerak bo'lmasa ham kichkina yoshiga mos paqqachalardan nima qilib billa solib kichkina kuraycha o'yinchoqlarni olib kelib, ma'lum nuqtadan uyni bir chekkasiga toshishni mashq qilib o'rgatish kerak. Yoki bo'lmasa qanaqadir kichkina g'ishchalarni, boshqalarni metdan-metga toshib bergin deb turib, toshib bersang qanaqadir rag'bat qilib, shunaqa kunlik yoki metda kichkina shupurgichalarni olib kelib, suv sepkin metga kunda mashg'ulot, mana shu yerda shupurgin deb turib, billa qiziktirib qilib bo'lgandan keyin bir yarimta olma beribmi, bir yaxshi ko'rgan mevasini yoki bo'lmasa qanaqadir salomatchilik uchun ziyoni yo'q qandlarni beribmi, rag'batlantirib shu mehnatga yoshligidan o'rgatish kerak. Yoshligidan o'rgatilmagan bo'lsa, o'sha katta bo'lib qolgandan keyin u qiyin bo'lib qoladi. U mehnatga layoqati bo'lmagandan keyin, katta bo'lgandan keyin buni shakllantirish nihoyatda qiyin. Shuning uchun o'sha yoshlikdan billa bolaga vaqt ajratib, bola bilan shug'ullanib, bolani so'zlarini, gaplarini eshitishga va savollariga to'g'ri javob berishga katta ahamiyat qaratishimiz kerak bo'ladi. Yana bir maslahat, bu ko'p ota-onalar bolalaridan yaxshi natija kutadi. Bolalaridan ko'p ota-ona, endi hamma ham bolasidan katta bo'lsa bir qanaqadir natijalar, yaxshi biznesmen bo'lishini, yaxshi shifokor bo'lishini, yaxshi qanaqadir savdogar bo'lishini yoki qanaqadir kasb ustasi bo'lishini xohlaydi. Ko'pincha ko'p ota-onalar bilan gaplashganda shu xohish bor-u, lekin shunga qaratilgan harakat yo'q. Bu o'sha farzandlarimiz bizni mevamiz, ko'chatimiz deydigan bo'lsa, ertaga bu bizni kutayotgan mevamiz. Mevani kutishni o'zi bilan u meva biz o'ylagandaqa bo'lib qolmaydi. Shu ko'chatimizga parvarish qilishimiz kerak, uni qarashimiz kerak, vaqt ajratishimiz kerak, gaplashishimiz kerak. Yuqorida aytilgan tavsiyalarga ko'ra bolalar bilan shug'ullanishimiz kerak. Shundagina o'sha vaqt ajratib shug'ullansak, ozgina mehnat qilsak bolaga, uni eshitib, bolani mehnat qilganimizdagina o'sha biz o'ylayotgan natija bo'lishi mumkin. Bu o'sha ota-onalar shuni narsalarida yaxshi bo'lishini kutadi, lekin bunga ketadigan sababga ko'pincha so'rasam kirishishmaydi. Asosan shu sababga kirishish kerak, bolaga e'tibor qaratish kerak bo'ladi. Keyin ota-onalarga yana tavsiya, kunda hech bo'lmasa o'zlari bir yarim soat kitob o'qishni yo'lga qo'yish kerak. Ayniqsa onalarimiz bunga e'tibor qaratsa yana yaxshi bo'ladi, chunki onalar bolaga tarbiya berayotganda o'zida boricha beradi. Masalan, uni ko'rgazuvri, dunyoqarashi qancha bo'ladigan bo'lsa, shuncha beradi xolos. Undan oshig'ini bera olmaydi. Kitob o'qiydigan bo'lsa, bolaga tarbiya berishi, bolani to'g'ri yo'lga yo'naltirishi bu ota-onalarga ancha osonlik tug'diradi va shu bolalarga tarbiyasi haqida tarbiyaga yo'naltirilgan kitoblar, masalan, jasosiz tarbiya degan yoki boshqa yana ko'p tarbiyaga yo'naltirilgan kitoblar bor. Shularni ham o'qib chiqiladigan bo'lsa, shularni o'qiladigan bo'lsa, bu ota-onalarga ancha foydali bo'ladi. Bu bolaning tarbiyasida qilinayotgan ozgina mehnatlari bo'ladi. Xo'p, bu videoda ko'p shu bolasini tarbiyasida o'zgarishlar kuzatilayotgan, bolasi qanaqadir injiq, qaysar bo'lib tarbiya shakllanayotgan ota-onalarga, umuman o'zi hamma yosh ota-onalarga jo'natsa ham bo'ladi, qator eshitilsa, xudo xolasa manfaatli bo'ladi. Foydali ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'ling, bizni kuzatishda davom eting. Qanaqa nevrologik xastaliklar haqida sizda savol bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada yozishingiz mumkin.